Menimcha, bu maxluqlarning ojiz tomonlari bor va o'sha ojiz nuqta bizning ojizligimiz. O'zim ular ayrim odamlarni aylanib o'tishganini ko'rdim. Xuddi daryo qoya atrofidan o'tgandek aylanib o'tishadi. Fikrimcha, buni sababi o'sha odamlar o'ta og'ir kasalligida, maxluqlar esa buni his qiladi. Ular qo'zg'atuvchini tarqatgani uchun faqat sog'lom tashuvchi kerak. Aytgancha prezident bor. Och qolgan yirtqichlar kasal o'ljaga e'tibor bermaydi. To'g'ri, patogen bilan jangchilarimiz dushmanga ko'rinmas bo'ladi. Nazariyangizni isbotlashning yagona yo'li esa qandaydir ahmoq ko'ngilliga patogenni yuborish va ularni yuzma-yuz qo'yish bo'ladi. Muammo shundaki, bu boylikning barchasi bo'limda. Nima uchun bu muammo? Afsuski, bo'lim hozir shu ahvolga tushib qolgan. Mana bu esa 139-omborxona, aynan o'sha yerdagi namunalar. Sizni xulosa va takliflaringiz qanday? Yo xudo, u o'ziga ukol qilmoqchi.